O'rtoqlar, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Ilhomjon Ibrohimov. Ushbu video darslikni boshlashimdan oldin aytib o'tib ketmoqchiman. Men hech qanaqa halol invest, halol trade, Abdulloh Azizxonov balo battar emasman va hech kimni pulni ko'paytirib bermayman. Oldingi videolarni juda ham ko'pchilik haromxo'r, u xo'r, bu xo'r, uying kuysin, uni kuysin, buni kuysin deb yozib tashlashibdi. O'rtoqlar, men hech kim pulni aylantirib bermayman va ko'paytirib bermayman va ularning hammasi men nomimdan ish qilishyapti. Demak, bugungi mavzuyimizga qaytamiz. Bugun biz trading bozoriga ta'sir qiluvchi asosiy eng katta fundamental yangilik bilan tanishib o'tamiz. Ya'ni ushbu yangilik kriptovalyuta bozoriga ham, aksiya bozoriga ham, forex bozoriga ham, hamma bozorga ta'sir qiladi va ushbu yangiliklarni biz qanday qilib to'g'ri ishlashni o'rganamiz va o'zimizni xulosamizni ushbu yangilik bo'yicha berib o'tamiz. Demak, bu yangilik o'rtoqlar Federal Rezerv tizimi stavkasi deyiladi, ya'ni FRS. Va o'rtoqlar, ushbu stavkalar bizani bozorimizga juda ham katta ta'sir qiladi. Valyuta kotirovkasi bo'ladimi, boshqalar bo'ladimi, hammasiga ta'sir kuchi juda ham katta. Bu mana Federal Rezerv tizimining asosiy binosi. Bu uni hozirgi raisi Jeremy Powell degan odam 2018-yildan beri bu ushbu tizimni raisi hisoblanadi va aynan mana shu odamni qo'pol qilib aytganda chakagi butun bozorni ko'tarishi, tushishi harakatiga bog'liq. Endi o'rtoqlar, men sizlarga aynan mana shu FRS haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Buni oddiy qilib tushuntirib beradigan bo'lsam, o'zi qanaqa tashkilot, qanaqa qilib ta'sir qilishi mumkin bozorga, mana shu narsalarni sizlarga qisqacha tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, o'rtoqlar, ushbu tashkilotimiz 1913-yildan beri bor. Ya'ni 1913-yildan beri ushbu tashkilot faoliyat yuritib kelyapti va shu kunga qadar Amerikaning butun iqtisodiyoti aynan mana shu tashkilotning qo'lida deb aytsak bo'ladi. Oddiy qilib tushuntirib beradigan bo'lsam, bu bank. Lekin bu Amerikaning eng asosiy banki. Ya'ni o'zimiz til bilan tushuntirganda bu markaziy bank biz hisoblanadi. Ya'ni O'zbekistonda ham markaziy bank bor-ku, aynan mana shu markaziy bank bu Amerikaniki va uni nomi FRS, FED deyiladi yoki Federal Rezerv tizimi, bu o'zbekcha nomi hisoblanadi. Endi bu o'zi qanaqa qilib ta'sir qilishi mumkin va qanaqa qilib tashkil topgan. Demak, ushbu bankimiz, ya'ni markaziy bankni Amerika bo'ylab 52 ta shtati bo'lsa, 12 ta filiali bor va har bitta filiali qanchadir shtatni nazoratiga oladi. Mana ko'rib turganimizdek, bu именно o'sha 12 ta filial boshqaradigan shtatlarning ro'yxati. Endi bu nima deyiladi? Bu regional banklar deb ataladi. Ya'ni bilamizki, o'sha markaziy bank birinchi o'rinda qayerdadir joylashgan. Misol uchun O'zbekistonda Toshkentda joylashgan markaziy bank, lekin mana shu markaziy bankning viloyatlarda ham filiali bor. Aynan mana shu filiallar bu FRSda ham bor. Ya'ni bu regional banklar hisoblanadi. Endi bu regional banklar nimani nazorat qiladi? Tushuntirib o'taman. Inkassatsiya tizimini, barcha to'lov tizimlarini, naqd pulda qancha ishlab chiqarilishini, pulli fondlarni, kerak bo'lsa davlat hisob raqamlarini ham aynan mana shu FRS boshqaradi. Lekin bu o'zi aslida nodavlat tashkilot hisoblanadi va ushbu tashkilot prezidentga ham kerak bo'lsa bo'ysunmaslik haqqi bor, u kongressga bo'ysunadi. Ya'ni o'sha prezident va uni oldidagi shaxsligi, ya'ni komissiyaga bo'ysunishi mumkin. Va ichki va tashqi qarzlar ham hammasi bu FRS qo'lida. Va ushbu regional banklarni federal komitet boshqaradi. Endi o'rtoqlar, men sizlarga ana mana shu okamiz gapirganda bozorga qanaqa ta'sir qilishini sizlarga qisqacha tushuntirib berishga harakat qilaman. Buning uchun men sizlarga o'sha kichkina misol keltiraman. O'zimizni banklardan misol keltiraman. Misol uchun o'rtoqlar, bizda asosiy mana markaziy bank bor deylik. Mana markaziy bank. Mana markaziy bank bor. Endi mana shu markaziy bank nima qiladi? Boshqa banklarni nazorat qiladi, to'g'rimi?
Endi ushbu markaziy bank yana nima qilishi mumkin? U boshqa banklarga kredit beradi. Ya'ni oddiy banklarga kredit beradi. Bu qanaqa bo'ladi? Tushuntirib beraman. Misol uchun markaziy bank o'sha banklarga kredit beradi ma'lum bir foiz bilan, ma'lum bir foiz egasiga, lekin juda kichkina foiz evaziga kredit beradi boshqa banklarga. Endi mana men sizlarga hozir markaziy bank chizib berdim va bu yoqdan o'rtoqlar aytaylik, bu oddiy banklar, ya'ni oddiy bank. Mana oddiy bank deb qo'yamiz buni nomini. Mana bu oddiy bank. Endi bu oddiy banklar kimdan pul olyapti? Markaziy bankdan pul olyapti. Mana markaziy bank bularga aytaylik 1.5% dan kredit beryapti. Mana markaziy bank boshqa banklarga 1.5% dan kredit berayotgan ekan. Mana bu aynan markaziy bankning stavkasi deyiladi. Ya'ni markaziy bank 1.5% dan oddiy banklarga kredit berishi bu markaziy bankning stavkasi hisoblanadi. Endi oddiy banklar esa boshqa odamlarga, ya'ni yuridik shaxslar degani bu kompaniyalarga, odamlarga yana kredit beradi, to'g'rimi? Ya'ni u nima qilyapti? Oddiy banklar markaziy bankdan kredit olishyapti va ushbu oddiy banklar odamlarga yana kredit beryapti. Endi bu kredit stavkamiz bizda ancha yuqori, ya'ni o'rtacha necha foiz? Misol uchun bizda kredit stavkasi aytaylik, o'rtacha oddiy banklar 25% dan yillik kredit beryapti. Odamlarga, o'sha yuridik shaxslar, ya'ni kompaniyalarga o'rtacha yillik 25% dan kredit beryapti. Endi o'rtoqlar qaranglar. Agar mana bu markaziy bank o'z foiz stavkasini ko'taradigan bo'lsa, misol uchun mana bu 1.5% bo'lsa, mana shu 1.5% dan 3% gami, 2% gami ko'taradigan bo'lsa, oddiy banklar ham boshqalarga kredit berish stavkasini ko'tarishga majbur bo'ladi. Ya'ni hozirda misol uchun o'rtacha 25% qilib yozgan bo'lsak, unda 30%, 40% ga ko'tarishga majbur bo'ladi. Va nima bo'ladi? Buni oqibatida tushuntirib beraman. Buni oqibatida o'rtoqlar, kompaniyalar o'sha kreditni oladi, lekin yopishga qiynaladi. Yopishga qiynalgandan keyin kompaniya, ya'ni ular o'sishga sarmoya qiladigan pulini kompaniyalar kredit to'lashga sarflaydi. Va shuni asosida bizda kompaniyalarning aksiyasining narxi ham tushadi. Endi o'rtoqlar, sizlarga qisqacha tushuntirib o'tdim. Demak, Federal rezerv tizimining raisi Jeremy Powell ham mana shunaqa foiz stavkalarini e'lon qilganda, u Fed stavkalarini e'lon qiladi. Ya'ni u o'zgarishsiz qolishi mumkin, u tushirilishi mumkin yoki ko'tarilishi mumkin. Endi aynan mana shu stavkalarning ko'tarilishi yoki tushishi butun bozorga ta'sir qiladi. Va shu oqibatida o'rtoqlar, bizani bozorimiz volatillashadi, ya'ni narxlar o'ynashi tezlashadi. Endi aynan mana shu stavka valyuta bozoriga, aksiya bozoriga va kriptovalyuta bozoriga qanday ta'sir qilishini sizlarga tushuntirib beraman. Misol uchun aytaylik, bizda Fed stavkasi ko'tarildi. Fed stavkasi deb qo'yaman, ya'ni o'sha Federal rezerv tizimining foiz stavkasi. Fed stavkasi bizda ko'tarilibdi. Endi unda bozorga qanaqa ta'sir bo'ladi? Mana ko'tarilish ishorasini belgilab qo'ydim. Birinchi o'rinda o'rtoqlar, stavka ko'tarilsa, dollar keskin ko'tarilishni boshlaydi. Ikkinchi o'rinda
dollar ko'tarilgandan keyin tillaning narxi keskin tushishni boshlaydi. Undan tashqari o'rtoqlar, S&P 500 indeksi. S&P 500 bu aksiyalarning yig'indisi, ya'ni ichiga top 505 ta kompaniyaning ko'rsatkichlarini oladi va aynan mana shu S&P 500 indeksi ham qulaydi, ya'ni narxi tushadi. Undan tashqari o'rtoqlar, Bitcoin, ya'ni kripto bozorining ham narxi keskin tushadi. Mana o'rtoqlar, Fed stavkasi ko'tarilishi qanday oqibatlarga olib kelishini ko'rib chiqdik. Aynan bu stavka o'zi nima uchun ko'tariladi? Sababi dollarning qadrini oshirish maqsadida, dollarning qadrini saqlash maqsadida. Chunki bilamizki, o'sha har birimiz o'sha tug'ilganimizdan beri bizda dollar faqatgina o'sadi. Aynan mana shu dollarning qadrini Fed stavkalari haligacha saqlab turadi. Endi bu haqida sizlarga ko'p gapirib o'tirmayman. Men sizlarga aniq o'sha kerakli joylarni aytib o'tib ketaman. Endi mana bu yerda ko'rishimiz mumkinki, o'rtoqlar, 2022-yilda Fed stavkalari mana 0.5 dan 0.5 ga, 0.5 dan 1 ga, 1 dan 1.75 ga, undan keyin 2.5 ga, keyin 3.25 ga keskin ko'tarilgan. Va aynan bu yerda ko'rishimiz mumkinki, mana S&P 500 indeksining ko'rsatkichlari ham keskin tushib ketishgan. Va bu narsa va mana bu yerda ko'rishimiz mumkinki, S&P 500 indeksining narxi ham keskin tushib ketgan. Va buning oqibatida butun bozor qulagan. Chunki S&P 500 indeksi 10% qulaydigan bo'lsa, butun aksiya bozori quladi degani. Uni orqasidan mana Bitcoinni ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerda keskin tushib ketganligini. Va o'rtoqlar, aynan mana shu jihati, ya'ni Fed stavkalarining keskin ko'tarilishi butun bozorni tushishiga sababchi bo'ladi. Endi mabodo Fed stavkasi tushadigan bo'lsa yoki uni tushishini e'lon qilishsa nima bo'ladi? Dollarning qadri o'sha paytda tushadi. Tillaning narxi ko'tariladi. S&P 500 ning narxi ko'tariladi va Bitcoinning ham narxi ko'tariladi. Ya'ni o'rtoqlar, butun bozor jonlanar ekan, faqatgina dollarning qiymati tushsa. Va misol uchun kuni kecha qanday voqea bo'lib o'tdi? O'sha Fed stavka raisi Fed stavkasini tushirmoqchiligini aytib o'tdi. U tushirmadi, lekin tushirmoqchiligini aytib o'tdi va aynan ushbu fonda bozor qanday tus olganini ko'rsatib beraman. Mana o'rtoqlar, birinchi bo'lib Bitcoindan boshlaymiz. Aynan mana shu impuls shamchasi shu stavkani tushirilishi e'lon qilinganda paydo bo'ldi. Mana o'rtoqlar, keskin ko'tarilish paydo bo'lgan. S&P 500 indeksini ko'rsataman sizlarga. Mana o'rtoqlar, keskin ko'tarilish bo'lgan va tillani ko'rsataman. Mana tilla ham o'rtoqlar keskin ko'tarilgan. Va o'rtoqlar, birgina mana shu stavka juda ham katta bozorni hal qilib qo'yishi mumkin. Endi bu stavkani biz qayerdan ko'rishimiz mumkin degan savolga sizlarga qo'shimchasiga javob berib ketaman. Buning uchun bizga mana shu sayt kerak bo'ladi. investing.com sayti. Albatta ro'yxatdan o'tib ruscha qilib qo'ying. Men bittan tilini переводчикdan emas, aynan mana shu joydan ruscha qilib qo'ying va albatta saytdan ro'yxatdan o'ting va ekonomический kalendar degan joyga kiring. Bu joyga kirganimizdan so'ng mana bu yerda o'rtoqlar bizda hamma yangiliklar ko'rinib turadi va na nedelю degan joyga qo'yamiz. Va shundan so'ng filtr tugmasini bosamiz. Bizga faqatgina o'rtoqlar США kerak bo'ladi. Agar internet yaxshi ishlasa, u обновление berish kerak. Chunki qolgan davlatlarning stavkasi bizga unaqa qiziq emas. Bizga asosan Amerikaning foiz stavkalari qiziq bo'ladi, chunki aynan jahon bozoriga ushbu stavka ta'sir qilish kuchiga ega hisoblanadi. Mana o'rtoqlar, men filtr qilib qo'ydim. Endi saytimiz avtomatik tarzda
bu narsani bizga ko'rsatib berish kerak. Mana bitta qo'yamiz. Afsuski hozircha обновление bo'lmabdi. Lekin mana shu filtrdan обновление bo'ladi o'rtoqlar. Va bu yerda mana misol uchun USD ga ya'ni taalluqli yengilliklarni ko'rishimiz mumkin. Va mana shu yerda chiqaradi. FRS degan yozuv ko'radigan bo'lsanglar, bu aynan o'sha foiz stavkalari bo'yicha ma'lumotni ko'rishinglar mumkin bo'ladi va aynan mana shu ma'lumot mana shu sayt orqali chiqariladi o'rtoqlar. Va ana shu ma'lumotlarga qarab biz stavkani ko'tarilganligini yoki tushganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Agarda ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, ushbu darslikka like bosib qo'ying va ko'proq ma'lumotni men o'zimni yopiq kanalimda berib o'taman. Albatta unga obuna bo'lib qo'ying. Ushbu videoni tagida hammasi bor. Va agarda siz ham trening sohasini o'rganib, komandamizga qo'shilib, biz bilan birgalikda daromad qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bizning shogirdlik dasturimiz bo'yicha ma'lumot olsangiz bo'ladi. Sizlardan Ilhomjon Ibrohimov bo'ldi. Hammaga rahmat.